Man sochimni qanaqa qilib kestirsam ham menga yarashmaydi, deydigan qizlar. Men nima qilishni topdim. Yaqinroq kelinglar. Men O'zbekistonda endi kelganimdan keyin salonga bordim sochimni kestirish uchun. Bu safar ham nima qilishni bilmagandim. O'shaning uchun borganda menga mana bunaqa kesib bering demadimda, imенно menga maslahat bering, qanaqa kestirsam menga yarashadi dedim. Ular birinchi aytgan gapi nima bo'ldi? Qani yuzingni formasi avval ekan, o'shaning uchun senga uzun sochlar yarashadi dedi. Va bu to'g'risini aytsam men uchun shok bo'ldi, chunki menga doim kalta sochlar yarashadi deb o'ylagandim. O'shandan keyin rostdan sochimni o'stirganimdan keyin podpischiklarim, yonimdagi o'rtoqlarim hamma menga juda ham chiroyli bo'lib ketyapsan deyishdi va bu hammasi sochdan. Sizlar ham o'zinglarning yuz tuzilishinglarni bilmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga hozir tezgina bilib olishni usulini o'rgataman. Birinchi bo'lib, Pruki degan приложениyani skачать qilib olasizlar. Skачать qilganingizdan keyin mana shunaqa окошко chiqadi. Eshitda yuzingizga to'g'ri kelganini ko'rasizlar, hammasini qo'yib. Masalan, men bu forma menga как будто to'g'rida, lekin bundoq qarasanglar, meni jag'im yo'q. O'shaning uchun yuzingizga maksimal to'g'ri kelganini tanlaysizlar. 100% qaysiligini bilishinglar shart emas, chunki приложениyani o'zi mana shunaqa qilib analiz qilib chiqazib beradi. Shu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi, menga uzun soch yarashadi deb chiqdi. Video yoqqan bo'lsa, like va komment esingizdan chiqmasin. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.